Sarvar bey, bugun yangiliklarni zo'rlarini qilib qo'yibsiz, uka. Ha, Masbek xudosi bugun yangiliklar zo'rlarni qilib qo'ydi obunachilarimizga. Xudo xolasa, yangilikni zo'ri bor, xudo xolasa. Hozir bitta narsaga ko'zim tushyapti. Bu yerda trimo oyoq kiyim qo'yadigan podstavkalar ham bor ekan. Ha, aka, endi yangilik qilib qo'ydik bu videomizga ham. Trimolarni qo'yib qo'ydik. Hozir joyimiz, vaqtimiz ham kamligi hisobi ulgurmay qoldik. Sizga zakaz qilganimizdan keyin oyoq kiyim qo'yadigan podstavkalarimiz o'zimizdan chiqyapti, xudo xolasa. Gap yo'q. Yangiliklar shumi yoki yana boshqa yangiliklar bormi? Aka, bo'lma, zo'r yangiliklar bor, xudo xolasa. Aka, ichkarida ham bor, bu yerda ham bor aka. Arzondan boshlab qimmatigacha assortimentlar ko'p ishlar. Bugun eng arzon spanimiz necha pul bo'ladi, uka? Aka, 850 ming so'm qo'yib beramiz. 850 ming so'mligingiz bor. Video davomida ko'rsatmay o'tgan safar ko'p anaqaga nima deydi hali savol-javob bo'lib qoldi. Mana shu 850 ming so'm. Shumi? Shu aka, taylari sandalye bo'ladi. Polni rossiyskiy laminatda ishlangan. Xullas, bu ham xalqbob, zo'r xizmat qiladigan narsa. Do'stlar, ustani mana shu ishiga bitta like bosib qo'yinglar, sababi bu yerda yangiliklar ko'p. Aynan biz obunachilarimiz uchun bitta ko'rgazmaga tayyorlab, chiroyli qilib qo'yibdi. Xudo xolasa video davomida hammasi haqida ma'lumot beramiz. Undan tashqari ichkarilarda boshqa modellari ham bor. Sizlar tayyor bo'lsanglar, biz boshladik. Sarvar bey, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, tuzingmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Sarvar bey, bugun xudo xolasa yangilikni zo'rlarini qilib qo'yibsiz. Hozir 2-3 xil yangiligimiz bor aka, bugungi videoga xudo xolasa. Xalqimizga chiroyli video qilib beramiz ekan. Bugun ham asosiysi oyoq kiyim qo'yadigan podstavkalar ham, trimolar ham bor ekan. Usta, dastavkalarimiz qanday bo'ladi endi bugun? Xudo xolasa aka, dastavkalarni qilib beramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmat qilib beramiz dastavkaga, lekin dastavkamizning narxi vodiy bo'ylab qilib beramiz ishlarimizni, katta ishlarimizni. Keyin bitta yangilik qilganmiz, narxi arzonroq. 850 ming so'mdan ish qo'yib beramiz Andijon shahariga, dastavka bepul. Ha, 850 minglik faqat Andijon shahariga. Qolgan ishlaringiz vodiy bo'ylab dastavka ichida. Keyin trimo, oyoq kiyim podstavkalar shahar ichiga bepul. Shu narx qo'yadigan narxlarimiz ichida bo'ladi. Gap yo'q. Xo'p, keling shuni obzorini qilib bersak. Bu ishimiz aka rossiyskiy laminatda yig'ilgan. Aha. Polni disp emas. Ichini ko'rsatishingiz mumkin. Taylari sanda mexanizmli. Mexanizmlar Xitoy originalidan. Yumshoq qilmadi. Bosh tomonlari ham miyahki qilib ishlangan aka. Machalkali. Xudo xolasa, sifatlari behijolat. Razmer nechiga? 85 ga 2 metr joyga tushadi. 85 ga 2 metr. 850 ming. 850 ming so'mdan. Jupa 1 million 700 bo'ladi. Dastlabki qilib beramiz. Narxlari, rasvetkalari bor. Rasvetga qilib beramiz, uni bir dona tayyorladik. Ha, faqat biz obunachilarga bitta ko'rsatish qildik. Hali ishlaringiz faqat qimmat ishlardan ekan, hali deb qolmasin deb turib, yengilroq variantidan ham tayyorladik. Misol bolalarga olamiz desangiz. Tavsiya qilamiz, zo'r ekan. Men jonli ko'rib turibman do'stlar. Xo'p, keyingimiz. Bularimizdagi panda modellarimiz. O'sha trenddagi panda model. Ha, xudo xolasa mana ichki holatlari ham o'ta go'zal chiqdi. Pokiza ishlar, xudo xolasa aka. Polni rossiyskiy laminat, mexanizmli, boltgaga deyilgan eng muhimi. Bu polian disp ekan-da, o'zini laminat o'ziga moslabsizlar rangiga. Machalkalari ham 5 sm butun, xudo xolasa. Bitta o'ngga chapga nima qilinadi? O'ng chap tanlamaydi uyi ham. Ha, xohlagan tomonga qo'yib olaveradi. Keyin yana bitta narsa aka, obunachilarimiz misol so'raydi, obunachilaringiz misol yakkali olsam orasi ochilmaydimi deydi. Misol mana hamma ishimizni ko'rsatishimiz mumkin. Hozir zo'r joylamadik. Vaqt tig'iz bo'lgani uchun orasi ochilib qolmaydi. Gap yo'q. Bu ishlarimiz aka 1 million 200 dan donasini qo'yib beramiz 2 million 400. Vodiy bo'yicha 80 kilometrgacha bepul yo'l kirasiz. Uni yog'iga hozir mana shu turishi 2 million 400 o'lyapti. 2 million 400. 1 million 200 mingdan. Ha, polni mo'shi material aka, xudosi razmerlari 90 ga 240 joyga tushadi. Gap yo'q. Xo'p, bularimizni ham ko'rsatib ketaveramizmi? Trimolarimiz aka 2 xil variantida bor. Kimdir stuli bilan qo'yaman desa, bu varianti. Yo, tumbas kerak emas, misol ko'proq narsa sig'sin deganiga bu variant. Bu holat. Gap yo'q. Narxini 600 ming so'mdan qo'yib beramiz bularni. 600 mingdan. Rasvetkalari ko'p. Telegram, WhatsApp, imolarimiz ishlayapti. Nomerlar qo'ysak, rasvetkalarni tashab beramiz. Gap yo'q. Xo'p, podstavkalarimiz, oyoq kiyim qo'yadiganlarimiz. 2 xil variantda bor aka, bu yerda hozir mana. Hozir 3 qator polka, общий 4 qator bo'ladi. 4 qator bo'ladi. Gap yo'q. Buni ham hozir 2 xil rasvetkasi bor, vakuumli. Ha, vakuum ekan-a? Ha, mana hozircha o'rnamagan, mana yo'q. Gap yo'q. Tortmalarigacha bor ekan. Hop, bunimiz rasvetkasi. Buni necha pulga beramiz? Buni 400 ming so'mdan qo'yib beramiz aka. Razmeri o'rtachasi, hali o'ta kichigi ham emas, o'ta kattasi ham emas. Lekin bo'ylari baland katta. Bo'yi baland katta lekin. Keyin yana sal arzonroq variant bor. Bu MDFli variantimiz mana. Ko'pchilik biladi buni. Bunimiz narxi arzonroq. 300 ming so'mdan qo'yib beramiz bunisini. 300 ming so'mdan. Gap yo'q. Buni ham xohlagan rangida chiqarib beramiz. Xohlagan rangini chiqarib beramiz, xudo xolasa. Xo'p,
Keyingilarimizga o'tdik endi. Bularimiz shu 2 million 400 ming so'mlikda rassvetkalari. Ha, birinchida ko'rsatganimiz rasvetka. Rassvetkalari mana Yo'q. bu yerda ham hozir 3 xil rassvetkada bor. Xohlasa mokriy mana qoraga tortadi. Aytgan ranglardan qilib beraveramiz. Misol uka mana bu rangdan desa chiroyli qilib tayyorlab beramiz xudo xohlasa. Keyin aka mana materiallarimizni tayyor biz kesib olib kelamiz. Ko'rishinglar mumkin mana u yog'i ham bu yog'i ham mana original. Bizda aldov bo'lmaydi. Chekalari ham hali PVH PVH keronka bularimiz. Gap yo'q. Keyin yangilikni zo'rlarni ham qilganmiz, ularga ham Hozir bu tomonda katalogingiz ham bor ekan. Ha, kataloglar bor aka. Misol kelib ko'rmoqchi bo'lganlarga yoki tanlamoqchi bo'lganlarga shunday katalog tashlab bersangiz, materialni belgilab bersa qilib berishingiz mumkin. Qilib berishimiz mumkin aka. Gap yo'q. Endi misol materiallari ham mo'shi material bo'lsa narxi o'zgarmaydi. Mana sal qimmatroq, arzonroq materiallarimiz bor bu katalogimiz ichida. Narxini tanlashiga qarab turib narxi o'zgarishi mumkin. Gap yo'q. Shunga qarab o'zgaraveradi. Shunga qarab o'zgaraveradi. Shunali endi do'stlar, mana bu tomonda ham assortimentlar bor, har xil vibrlar tanlasanglar bo'ladi. Qaysidan boshlaymiz, Sarvar bey? Pandadan boshlayveramiz aka. Gap yo'q. Bularimiz aka men o'zim gigant panda dedim, ya'ni razmeri katta, keyin misol narigilar ham zo'r xizmat qilib beradi. Ko'rinishi bir xilga o'xshaveradi aka. Masalan, haligi men bekarga bir ikkita joyga termadim buni. Qimmatlarini alohida, arzonroq variantda alohida qilib terdim. Birinchi o'rinda machalkasida farqi bor aka. Ha, birinchi o'rinda machalkada. Machalkada. Gap yo'q lekin. Qalin yuqaligida ham emas aka. Ha. Sifatida, plotni zichligida farqi bor. Va qimmat ishlarimiz polni 22 plotis machalkada bo'lgan. 9 santimetrli. Ichlari ham pokiza. Ichlari ham pokiza, pol 100% rossiyskiy laminat. 3 tadan mexanizm, 4 tadan balkalarigacha bor. Machalkalar shu trenddagi doim maqtaymiz. Mana o'tgan safargi videoda 1 million 600, 1 million 700 lik qo'ygan ishlarimizga qo'ygan machalkadan qo'yib qo'ydik bu ishimizga ham. Qimmatidan-ning. Qimmat, yaxshisidan. Hozir Sarvar bey birinchida ko'rsatgan panda bilan buni farqi birinchi machalkada. Birinchi machalkada. Razmerichi? Razmeri bir xil. Razmeri bir xil. Eni bo'yi bir xil, uzunligi bir xil. Birinchi farqi machalkasida, ikkinchisi mexanizmda, uchinchisi sandig'ida. Mana xolos mana bu yerga kamerani olib kelsangiz, mana buni stoli splashni oyoqchasini olib olsa, polni polga tegadi. Masalan, uka bizda shkaf o'rniga foydalanamiz desa, misol og'ir oyoq kiyim yoki nimadir endi joylaymiz desa, shu noshkasini olib oladi, poliga polni tegib turadi. 200-300 kilo yukni ham ko'taradi. Shu yerlarda farq bor. Ha, keyin misol aka 100 kilo tepasidagi odamlarga mana shu pandalarimizni tavsiya qilaveraman. Chunki mana men o'tiryapman, mana hozir mana ko'ryapsizmi qaytishini. Ha, gap yo'q. Endi baribir bunga qaytyapti misol hali. Mana darrov unga qaytib qoladi. Hali birpas o'tirib qolmaydi. Endi bab arzon narsa bilan qimmat narsani nimasidadir farq bo'ladi-da. Mana birinchi o'rinda machalkasida, sondig'ida mexanizmlarda farqi bor deyapsiz. Endi bu ishlarimiz aka, masalan, haligi zo'r ish olaman, misol menga uzoqroq xizmat qilsin, hali bir 5-10 yil maza qilib ishlatay degan obunachilarni tavsiya qilaveramiz. O'qimay garantiya beramiz. Misol bozorga kam chiqadi bunaqa yaxshi ishlar. Bozorga bozor bo'lib ish olib chiqamiz. Chunki bozorda mana ikkala ishni yonma yon qo'ysak farqini bilmaydi. O'zimiz usta aytmaguncha bilmaydi. Doim videoni uydan qo'yamiz aka. Eng asosiysi aka, o'zimizda chiqadi bu ishlar. 100% o'zimiz chiqaramiz, ishlab chiqaramiz noldan. Hali birovdan olib sotib, masalan, Ispaniyalarni birovdan olib sotmaymiz. O'zimizdan chiqadi. Birinchi qo'l. Birinchi qo'l aka, xudo xolasa. Xo'p, hozir hammasi bir xilmi yo farqlari bormi bu yerda? Yo'q, bu pandalarimiz rassvetkada farqi bor xolos. Rassvetkada bitta ko'rsataylik, keyin narxini aytib beramiz. Bo'ldi aka. Bu ham chiroyli chiqqan. Endi bular shular rassvetkasi. Rassvetkasi. Maloshniy rang. Maloshniy rang, balotoviy rang. Ikkiga mana bu yerda korishniy rangi ham bor. Osmon rangi bor ko'kidan aka. Havo rangi bor ekan. Gap yo'q lekin. Endi narxini necha pulga beramiz? Bular narxini aka 1 million 400 dan qo'yib beramiz aka. Buni narxini oshirmadik. O'tgan videoda ham 1 million 400 qo'yganmiz, lekin sifatiga qo'shib qo'ydik yana ham. Machalkani sifatlilaridan yaxshisidan qo'ydingiz. Ha, xudo xolasa machalkalarni keyin o'tgan safargi videodan ko'ra ranglarini moslab qo'ydik. Ha, hammasi o'ziga tushadigan. Ha, o'ziga tushadigan. Misol seriyaga seriy, korishneviga korishneviy, mana korishneviyni ham ko'rsatib qo'yamiz. Buni ham bitta oching, buni ham bitta ko'rsataylik. Bu ham o'ziga moslandi. Hammasi rangini o'ziga mosladi. O'tgan videoda endi bir xil bo'lib qoluvdi. 1 million 400 dan jupiga 2 million 800. Vodiy bo'ylab 80 kilometrgacha dastavkasi ichida. Uni yog'iga kelishamiz. Xo'p, ro'paradagi ishimiz qanaqa ish endi? Mana aka, mana shu yangilik qildik, xudo xolasa. Bunga aka
nomni o'ylab turib topdim oxiri. Materialni nomini qo'yib berdim. Yevropa materiali, Yevropa deb qo'ydim buni. Materialimizning nomi shunaqa. Yevropa deb, yevro deb nom qo'yib qo'ydi. Yevro desa ham bo'laveradi. Keyin bitta narsasi aka, bir oy o'ylandim mana shu ishni chiqargani ham, bir oy. Hali hamma joyidan izlab turib nima qilsam bir misol uchun mana juplashganda hammasi bilinmaydi deyapmiz. Masalan, baribir bularni ham misol yakkaligi bilinadi-da. Bu ishimizda ustiga ko'rpa solingandan keyin mana bosh tomon umuman bilinmaydi. Bir xil turaveradi. Bir xil turadi. Duh spanliga o'xshab bitta katta spanliga o'xshab turadi. Gap yo'q. Buni razmerlari qanaqa endi? Sarvar ber buni. Bunimiz razmerlar aka 87 ga 2.4 joyiga to'liq tushadi. 87 ga 2.4. Gap yo'q. Bu ham 100% PVH kirom. 100% PVH kiromka stanoyda bosilgan. Rossiyskiy laminat, bo'ylari baland, xudo xolasa. Farqi bor. Haligi boshida 850 minglik video qo'ydik. Bundan farqi bor razmerlarda. Farqi bor har tomonlama. Necha pulga beramiz buni endi? Buni 1 million 100 dan qo'yib beramiz aka. 1 million 100 dan. Keyin machalkalari ham aka 22 plotmiz. 22. 4 santimetrlik butun machalkalar. Garantiya beramiz mana aka. Har qancha essa, unga qaytib qolar. Cho'kib netib qolmaydi xudo xolasa. Hozir 1 million 100 dan jupaga 2 million 200. 2 million 200. Gap yo'q. Dastavkasi bor. Kelishiladi. Endi aka yana bu shuni sal kattaroq, gigantroq variantlari bor. Hozir mana shu fasoningizda 3 xili bor ekan-da. 3 xil, 4 xil masalan. Mana korishnevidan boshlaylik-da. Xo'p, korishnevidan boshlaydigan bo'lsak, narigini ko'rgan bo'lsangiz, machalkasi oyog'i bilan teng emas mana. Mana shu yerini ko'rsatsak. Nariginiki, birinchisi. Buniki endi mana machalkasining oyog'i teng. Chunki bunda machalkasi 2 barobar qalin narigindan 8 santimetr. Bu ancha qalin ekan bu-ku. 22 plot aka. Katta ekan. Mexanikalari ham 3 tadan. Bemalol anaqa qiladi, yerga tegib turadi. 100% stanoda bosilgan. Keyin oddiy anaqa qilinsa-ki, kromkalarigacha, materiallarigacha birga bir moslab qo'yganmiz. Birga bir. O'zi ko'rinib turibdi mana. Chekalarigacha haqiqatda zo'r chiqqan. Bu ishimiz aka, xudo xolasa, bu ham ash razmeri bir xil. 87 ga 2.4 joyga tushadi. 87 ga. Orasi ochilib qolmaydi aka, mana kak duxspan. Bir xil turibdi. Ikkita tumba qo'yib olsa bo'ldi, duxspanni oldim deb qo'yaveradi misol. Gap yo'q lekin. Bunimiz aka 1 million 400 dan jupini qo'yib beramiz. 1 million 400 dan. Endi shuni jinday narxida farqi bor. Bunisi. Bu uchala komplekti shunaqa. Buni ham yangilik qildik, endi o'ylab turib qo'yaylikmi, qilmaylikmi deb. Yo'q, lekin chiroyli chiqibdi. Haqiqatda menga yoqdi, zo'r chiqqan. Bu oldingi videolarimizda yo'q edi. Yo'q edi. Hali endi har videoga qo'yilganda sal yangilik qilaylik deb. Gap yo'q lekin. Ichki holatlari. Narigidan farqi bor buni endi. Taglari bunisida MDF qo'yilgan, 16 MDF qo'yilgan. Narigida DF qo'yilgan. Bunda DF, bunda MDF. Shunaqa. Bunimizni razmerlari bir xil. Hamma yo'q bir xil. Shu tagida farqi bor. Endi kimdir masalan MDF qalinroq narsa qo'yib bering desa, shundan qo'yib beramiz. Endi imkoniyat bor-da, har qanaqasiga. Aytganda qilib beraveramiz aytganidan. Xo'p, Sarvarga buni necha pulga beramiz endi? Buni donasini 1,5 milliondan qo'yib beramiz. Aka, sifatiga bemalol e'tibor berib ko'rasiz. Oldi, orqa, yonbosh zichlash, joylashishi. Mana bu jupi emas mashina. Shuni ham orasi deyarli ochilmaydi. Ochilmaydi. Hali ish sifatli, xudo xolasa. Gap yo'q. Puliga achinmaydi olgan obunachilarimiz ham. Mana maloshligimiz ham aka, hammasi misol birga bir qilib moslab qo'yilgan. Birga bir o'ziga moslangan, mana. Maloshlik misol xudo xolasa behijolat. 3 tadan mexanika, MDF. Aytgan misol fasonda chiqaveradi. Hozir mana shu yerda ham 2 xil, 3 xil anaqada turibdi. Qilib berilaveradi. Xolasa bundan, xolasa bu fasondan qilib beraveramiz aka, xudo xolasa. Faqat endi nariga 1 million 400 bilan buni ozgina tagida farqi bor. Farqi borligi uchun 100 mingdan 200 ming qo'shilib qoladi. Gap yo'q. Farqlari shunda misol uchun. Telegram, WhatsAppingiz ishlayapti. Telegram, WhatsApp ishlayapti aka. Chetdan telefon qilmoqchi bo'lganlardan bemalol ko'rib telefon qilish mumkin. Bemalol aka, Maxlargacha ishlatib qo'ydik hozir. Misol Rossiyada turganlarga ham Telegram, misol WhatsApp ham qiyin ishlayotgan Maxlar bor. Mana ishlatib qo'ydik. Ha, ishlatib qo'ydik. Gap yo'q. Sarvarga yana nima ma'lumot qoldi-ku? Endi aka, masalan, ma'lumotimiz xudo xolasa aka, ishlarimiz birinchi o'rinligi endi maqtavermaylik, puliga yarasha bo'ladi. Olib o'zlari guvoh bo'lsin sifatiga. Nima deysiz? Shunaqa aka, xudo xolasa. Ko'p gapirgandan bitta olib ko'rganim yaxshi. Bu
Xuddi shu aka, masalan. Magazinga olib sotmoqchi bo'lganlar ham olsa, xudo xolasa uyalmaydi, maza qilib sotib, keyin yana olaman deb foydalanadiganlar bo'lsin. Nima dedingiz, to'g'rimi? To'g'ri aka, keyin masalan mana vohadan so'raydiganlar bor. Mana vohadan ham aka yetkazib berishimiz bor. Masalan, qaysi bir ishimizni olishdan qat'iy nazar, birinchi zakalot tashab beradi 500 ming so'm vohadan. Isuzuga yuklayotganda falgalab, o'rab, chiroyli qilib chiqarib beramiz. Qolgan pulni to'liq tashlaydi, u yoqni jo'natib yuboramiz shopurdan. Gap yo'q. Yo'l kirasini berib qabul To'lov masalalari mana shu holatda amalga oshiriladi. Ha, shunaqa. Misol o'zimizda misol vodiy bo'lsa, bir 200 ming so'm dastavkani tashlaydi zakalot. Qolgani ishni borib turib, sifatini ko'rib, aytgan ishi borsa, pulni berib, nima qilib yuboradi shopurlarni. Qabul qilib yuboradi. O'zimizda mashinalarimiz bor, chiroyli qilib yetkazib beramiz aka. Gap yo'q. Sarvar va obzor uchun rahmat uka. Bahos aka, ishlaringiz rivoj bersin. Sog' bo'linglar do'stlar, salomat bo'linglar.